Yodlagan Qur'onni unutib qolsam qanday qilaman? Savol. Assalomu alaykum ustoz. Men ilgari Qur'ondan 17 par yodlagan. 10 yil davomida boshqa ishlar bilan bo'lib ketib, o'qigan yerlarimni unutib qoldim. Amdilikda takrorlay desam, menga bak ta's bo'ldi. Uning ustiga men to'y qilib bolalar bo'lib qoldi. Qanday qilsam bo'ladi? Payg'ambarimizning Qur'onni unutib qolgan kishining gunohidan cho'ng gunoh yo'q degan hadisini ko'rib azoblanyapman. Men bu hadisni amal qilmay unutib qolgan kishi uchunmikin deb tushundim. Chunki Qur'onning nima ekanligini bilmay yod olsak, uningdan manfaatni bek az oldiganmiz. Shunga amal qilmay yod olganning foydasi yo'qmikin deyman. Menga yo'l ko'rsatsanglar. Alloh rahmat qilsin. Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sana Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimizga, oila tavobatlarga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud salomlar bo'lsin. Qur'on Karim ilohiy vahiy bo'lish sifati bilan Alloh taolo butun insoniyatga nozil qilgan muqaddas kitoblarning jo'g'lanmasi. Shundaqla toki qiyomatga qadar aqida, axloq, shariat va muomala qatorliq barliq sohalarda insonlar jamiyatiga to'g'ri yo'l ko'rsatuvchi hidoyat dasturidir. Bu vajidan Alloh taolo uni o'zgartirishdan, burmalanishdan va yo'qolib ketishdan qo'g'digan va uni qo'g'daydiganligini Qur'onni haqiqatan biz nozil qildik va biz uni albatta qo'g'dug'uchilarmiz degan oyati bilan ta'kidlagan. Bu ulug' kitob payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sahobalarining ko'ngillarida saqlangan bo'lib, ular Qur'on oyatlarini yodlagan, o'qigan va uniga amal qilgan zotlardir. Janobi Alloh Qur'onni yodlashga, o'qishga, tushunishga va amal qilishga qulaylashtirib berganligini bayon qilib, haqiqatan biz Qur'onni o'rganishga qulaylashtirdik, o'rganadiganlar bormi degan. Buningdan arab bo'lsin, ajam bo'lsin, hamma insonlarga Qur'oni Karimni o'rganishning qulaylashtirilganligi, bu o'rganishning tilovat qilish, yodlash va tushunib amal qilishlarini o'z ichiga oldiganligi ma'lum bo'ladi. Shunga qandoq kishi Allohning kitobiga yuzlansa, Alloh uningga o'z kitobini o'rganishni qulaylashtirib beradi. Biroq Qur'on oyatlarini yodlaganlar davomli takrorlab turmagan taqdirda unutildiriladi. Abu Vail Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Birisining palani oyatni unutib qoldim deyishi nima degan yomon. Amaliyotda u unutildirilgan. Qur'onni davomli o'qib turinglar. Chunki u yodlaganlarning ko'nglidan tugi qochqandanmi bakrak qochib turadi. Bu hadis Qur'on oyatlarini unutib qoldim deyishni ayiblagan va Qur'onni davomli o'qib turish, unutib qolmaslikka tirishishga buyurgan. Qur'onning tez unutilib ketadigan qilinishidagi hikmat balkim bandalarni Parvardigorining kitobiga bog'lab turish, uni davomli o'qib, o'rganib turish va amal qilish orqali ularning hidoyat yo'lida izchil menish uchun bo'lsa kerak. Shundaqdimi Qur'ondan namoz o'qishga lozim bo'lgudek Fatiha va qisqa bir necha suralardan boshqasini yodlash farz emas. Ko'proq yodlasam unutib qolaman deb ansirab yodlamaslikmi shaytonning vasvasidan iborat. Umuman qilib aytsak, Qur'ondan yodlagan ba'zi sura yoki oyatlarni takrorlab tursimi, asli tutish qobiliyatining tuvallab ketishi yoki yashinib qolishi yoki kasalchan bo'lishi yoki asli ololmasligi har insonda ko'riladigan tabiiy ahvol bo'lg'achqa, bularning gunoh yoki ayiblanadigan doiraga kirmaydiganligida olimlar ittifoq. Ammo o'rinliqdan, g'aflatdan, takrorlab o'qib turmaganlikdan unutib qolish bir xil sal qarashdan natijalangan bo'lsa, buning yaxshi ish emasligida olimlarning bayonlari birdek, lekin hukmni ig'ir yoki yengil bekitishda qarashlari o'xshash emas. Ba'zi olimlar yodlagan Qur'onni o'zrisiz unutib ketish harom deb qaragan. Hatto ba'zilar buni cho'ng gunohlar qatoriga tizgan. Salaflardan ba'zilarining unutib ketishni eng cho'ng gunohlardan sanaganligi, yana ba'zilarining bu tariqada unutib ketishning Qur'onni takrorlamay tashlab qo'yganlikdan iborat cho'ng gunohning jazosi deb qaraganligi, yana ba'zilarining bu ishni yomon ko'rib, unutib ketgan kishi haqida nihoyat og'ir gaplarni qilganligi rivoyat qilingan. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan yuqorqidek Qur'onni o'qib, muzokara qilib turishga buyurgan sahih hadislardan boshqa yodlagan Qur'onni unutib qolishning hukmida siz savolingizda bayon qilgandek sahih hadis kelmagan. Bu haqda cho'ng gunohlikni ko'rsatib kelgan ba'zi hadislarni tekshirib kelsak, ojiz chiqadi. Masalan, Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan
Manga ümmetimning gunohlari ko'rsatilgan edi. Men biror kishining o'ziga ato qilingan Qur'ondan biror sura yoki biror oyatni unutib qolishidek biror cho'ng gunohni ko'rmadim degan hadisini Imom Buxoriy, Daruqutni, Qurtubi, Imom Ibn Hajar qatorliq ko'plagan olimlar ojiz deb baholagan. Yana Said ibn Ubada radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan, kimiki Qur'onni o'qib, ya'ni yodlab, keyin unutib qolsa, qiyomat kuni Allohning huzuriga qo'l barmoqlari cho'loq holatda boradi degan hadisini Imom Ibn Hajar qatorliqlar ojiz degan. Yana ba'zi olimlar oyat va hadislarda ayiblangan unutishdan yodlab bo'lib esidan ko'tarilgan ahvol emas, balki amal qilishni tark etish maqsad qilinadi. Yada o'qiy olmasimi, amal qilgan bo'lsa, unutgan bo'lmaydi. Chunki inson tabiatida yodlaganni unutish bor deb qaragan. Arab tilidami mushundaq ishiltish bor bo'lib, Qur'onda ular Allohni unutdi, Allohmi ularni unutdi degan. Ya'ni ular Allohga itoat qilishni tashladi, Allohmi ularga rahmat qilishni tashladi demoqchi. Yana bir oyatda ular o'zlariga qilingan nasihatni unutgan chaqda, ya'ni tashlagan chaqda demoqchi deb kelgan. Demak, yuqorqi qarashda yodilgan oyatlarni esda tutolmay, yada o'qib berolmaydigan kishi haqiqiy ma'noda Qur'onni unutgan deyilsa, buningda Qur'onga amal qilmay, Allohning toatidan yuz o'rgan kishi ko'zda tutiladi deydi. Bu unutishning majoziy ma'nosidir. Imom Abu Yusuf rahmatullohi alayhidan Qur'onni unutish haqida kelgan hadisni Qur'onni unutish degan Qur'onga qarabmi o'qiy olmaydigan bo'lib ketishdan iborat deb izohlaganligi naql qilingan va bu Qur'onni o'rganib bo'lib unutib ketgan kishi haqida eng yengil hukm deb qaralgan. Hanafi mazhab olimlari unutishni Qur'onga qarabmi o'qiy olmaydigan bo'lib ketish deb izohlagan. Bu qarashga asosan Qur'onni yodqa emas, balki Qur'onga qarab o'qiy oladigan bo'lgandan keyin qarab o'qiy olmaydigan darajada unutib ketsa, ondan hadislardagi jazoga tortilish doirasiga kiradi. Ammo yodqa olganni unutib ketib, Qur'onga qarab o'qiy oladigan bo'lsa, u doiraga kirmaydi. Yuqorqilardan shuni muayyanlashtirish mumkinki, takrorlab turib ba'zi oyatlarni unutib qolsa gunoh bo'lmaydi. Buningda olimlar o'rtasida boshqacha qarash yo'q. Qur'on oyatlariga amal qilishni tashlab, butunlay yuz o'rgan ahvolda buni cho'ng gunoh deyishga bo'ladi. Ig'ir talaffuzda kelgan hadislar balki mushuni ko'zda tutish kerak. Chunki sahoba kiramlarmi yodlagan ba'zi oyatlarni unutib qolgan ahvollar bo'lgan. Buningdan hadislardagi ig'ir gunohlik amal qilishni tashlaganga qartilgan deb tushunish mumkin. Ammo Qur'onni yoki bir qismini yodlab bo'lib, takrorlamay yada o'qiy olmaydigan holatga tushib qolgan taqdirda imkoniyati takrorlashga yor bermagan bo'lsa, albatta gunoh bo'lmaydi. Imom Ibn Rushddan vojib yoki mustahab bir ilm bilan oldirish bo'lganlikdan Qur'onni takrorlab bo'lmay unutib qolgan kishi gunohkor bo'lmaydiganligi haqida olimlar o'rtasida ijmo borligi naql qilinadi. İmkoniyat bar turib, o'rinliq qilib yoki sal qarab, takrorlamaganlikdan unutib ketgan bo'lsa, bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahih hadislaridagi Qur'onni o'qib turish haqida kelgan buyruqlarga xilof bo'lganlik uchun gunoh doirasiga kiradi. Imom Ibn Taymiya rahmatullohi alayh bu xil turdagi qusurni gunoh doirasiga kirgizgan va Qur'onni unutib qolish gunohlar jumlasidan deb ifodalagan. Yana taxi Imom Malik qatorliq bir turkum ulamolar hayzdar holatda Qur'onni tutmay o'qisa bo'ladi. Hayz kunlari bir haftagacha so'zilib ketadigan bo'lg'achqa, o'qishni cheklasak unutib ketadi deb qaragan. Imom Ibn Taymiya hayzlarning Qur'on o'qishini cheklagan sahih dalil bo'lmaganlikdan o'qish cheklanmaydi degan va yana taxi uning Qur'onni unutib qolishidan ansirsa, hayzdar holatda o'qib takrorlashi vojib deganligimi naql qilingan. Olimlarning bu xil yo'nalishimi Qur'onni unutib qolishning yomon oqibatligini bildirish kerak. Yana bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Qur'on o'qib ko'ngan kishining misoli xuddi puti bog'lab qo'yilgan tugining egisiga o'xshaydi. Uningdan davomli xabar olib tursa, tutib turalaydi, yeshivatsa qochib ketadi. Qozi Iyazmo Sahihaynda kelgan yuqorida o'tgan hadisdagi birisining palani oyatni unutib qoldim deyishi nima degan yomon degan ayblashni, bu undaq deyishni ayplash emas, balki Qur'onni yodlab bo'lib, takrorlab turmay g'aflat qilib unutib ketgan kishini yoki unutib ketish ahvolini ayplash deb izohlagan. Yana ba'zi olimlar u ayblashni unutib qoldim deyishga qartilgan.
Bundaq deyish bir xil g'aflatda qolganligini o'z ichiga oladi deb qaragan. Har ikki qarashdagilar bu hadisdagi ayblashni tanzihiy makruhligini bildirdi degan. Bu yerda Imom Qurtubiy mundaq bir savol tug'ilishini faraz qilgan va uningga javob bergan. Qur'onni namoz o'qigudek miqdorda, ya'ni Fatiha bilan qo'shib bir necha sura yodlash farz. Uningdan ortiq yodlash yoki Qur'onning hammani yodlash shaxslarga farz ayn emas. Balki ummatga farz kifoya deyilsa, qandoqsiga ortiq yodlagan Qur'onni g'aflat sababidan unutib ketdi deb uni gunoh doirasiga kirgizamiz. Bu savolga Imom Qurtubiy mundaq javob bergan. Qur'onni to'liq yoki ko'p qismini yodlagan kishining daraja martabasi ko'tarilgan bo'ladi. Payg'ambar ilib kelgan islom haqiqatlari uning ko'nglida saqlangan bo'ladi. U kishi Alloh taolaning xos bandalari bo'lish salohiyatiga erishgan bo'ladi. Undaq bo'lgan ekan, ashu yuqori martabasiga loyiq ish qilmagan kishiga boshqalardan farqli holda ig'irroq jazo bekitilishi munosib keladi. Qur'onni takrorlab turmaslik ko'ngli qorinliqini keltirib chiqaradi. Imom Qurtubiyning bu javobi usul fiqhidagi yana bir masalaga tutishidi. U bo'lsa-mu farzi kifoyaga tutish qilish bilan u kishiga farz ayn bo'lib ketamdi degan masala. Qur'onni yodlash olimlarning ijmosi bilan farz kifoya. Yodlab bo'lgandan keyin o'zrisiz turib takrorlamay unutib ketsa, Hanbali mazhabga vakillik qiladigan qarashda bu qilmishi harom bo'ladi. Yana bir qarashda makruh tanzihi bo'ladi. Buni Hanbali olimlardan ba'zilar tarjih qilgan. Buningga Shafi'i olimlar tarjih qilgan yana bir qarash yaqin keladi. Ularning qarashida farzi kifoya hukmidagi jihad bilan jinoza namozidan boshqasiga tutish qilsa, u farz ayniga aylanmaydi. Yuqorqi usul fiqhiy tadqiqotiga asosan Qur'on yodlab bo'lgan kishiga nisbatan Qur'onni unutib qolmaslikka tirishish farz ayn desak, takrorlamay tashlab qo'yishi harom degan yakun chiqadi. Yodlash bilan farz aynga aylanmaydi desak, takrorlamay unutib ketgan kishi gunoh sodir qilmagan bo'lsa-mu, yaxshi qilmagan bo'ladi. Usul fiqhi ulamolari o'ttirg'a qo'ygan yuqorqi ikkinchi qarash, ya'ni yodlashga tutish qilish bilan uni yodda saqlash farz aynga aylanmaydi. Unutib ketsa gunoh bo'lmaydi degan qarashni elib aytsaqmi, unutib ketishning o'zi Rasululloh sahih hadislarda buyurgan Qur'onni o'qib takrorlab turishni qo'ldan berib qo'yganligining jazosi yoki oqibati g'aflat qilishi tufayli beshiga kelgan musibat deyishimi muvofiq bo'ladi. Ya'ni bir ne'matning qadrini bilmagandan keyin Alloh taolo u ne'matni qo'lidan tortib olgan bo'ladi. Balki bu tortib olish takrorlamaslik sababidan bo'lmay, boshqa gunoh ma'siyatlar sababidan bo'lgan bo'lishi mumkin. Albatta, yuqorqi qarashlar ichida yodilgan Qur'onni unutib qolish cho'ng gunoh qatoriga kirmaydi. Makruh tanzihi deyish jalliqroq. Cho'ng gunoh doirasiga kirishga munosib keldigini suvdak yodi bilsin yoki unutsin, Qur'onga amal qilmay Allohning toatidan yuz o'rishdir. Bu qarashni yuqorida bayon qilgan edik. Bu qarash Sufyan ibn Uyayna rahmatulloh alayhidan kelgan bo'lib, uning qarashicha Qur'onni unutish degan uningga amal qilmay tashlab o'tishni ko'rsatdi. Abu Raja rivoyat qilib deydi-ki, Samura ibn Jundub radhiyallohu anhu bizga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ko'rgan tushi haqida mundaq deganligini so'zlab bergan. Kallasi tosh bilan yanjilayotgan odam bo'lsa, Qur'onni o'rganib tashlayotgan va farz namozni vaqtida o'qimay uxlaydigan odamdir. Imom Ahmad rahmatullohi alayh Qur'onni yodlab keyin unutib ketgan kishi haqida kelgan ko'rsatmalar nima degan qattiq degan. Imom Ibn Abdulbar bu vaqtda mundaq bayon qilgan. Sahabi kiramlardanmi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam davrida Qur'onni to'liq yodlaganlari ancha ko'p emas edi. Ular yodlaganlarning ma'nosini tushunib, ahkamlarni egallaydi. Sura oyatlarning nurg'un ahkamlarini yodlamay turib o'rganib oladi. Huzayfa ibn Yaman radhiyallohu anhuma mundaq degan. Biz Qur'on o'rganishdan avval iymon o'rganatdik. Zamoni oxirida iymondan avval Qur'on o'rganadigan qavmlar keladi. Alloh taolaning biz ato qilgan kitobni tegishli ravishda o'qiydiganlar bor. Ana shular uningga ishonadi. Kimki kitobni inkor qiladigan, ular ziyon tortquchilardir degan oyatini uningga haqiqiy amal qiladiganlar, uningga haqiqiy ergishadiganlar deb tafsir qilishda olimlar o'rtasida boshqacha qarash yo'qdir. Hozirgi ahvolimizga qaraydigan bo'lsak, Huzayfa radhiyallohu anhu yuqorqi so'zidan dal bizlarni ko'z tutganday ko'rinadi. Bulbulda Qur'on o'qiydigan qorilardan jazoni yeydigan, boshqalarning haqqidan qo'rqmaydigan,
umuman cho'ng gunohlarni qilaveradiganlar yo'q emas. Qur'on yodlaydigan o'smirlarga tahorat olmay namoz o'qish, yolg'onchilik va shuningdek ig'ir illatlar singib qilayotganligi odatda hammamizga uchrab turadi. Yuqorqi oyatda degandek, tilovatning haqiqiy ma'nosi uni o'qish bilan birga, uningga ishonish, uni tadqiq qilish va tushunishga tirishish, uningga amal qilish va Allohning amrlariga bo'ysunishdan iborat bo'lsa, og'zida o'qib turib, uningga amal qilmaslik, uni inkor qilganlik, uni o'qimaganlikdan iboratdir. Undaqda qanday qilish kerak? Abdullah ibn Amr roziyallohu anhu mundaq degan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam menga Qur'onni bir oyda bir qatim tamom qilib o'qigan degan edi. Men buningdanmi qisqa vaqtda tamom qilishga taqatim yetadi desam, oxir Rasululloh amsa 7 kunda bir tamomlab o'qigan. Uningdan oshirib o'tmagan dedi. Bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bir sahabiga uning ahvoliga qarab qilgan tavsiyasi. Buningdan Qur'onni haftada yoki oyda bir tamomlab o'qib turishning mustahabligi chiqadi. Ba'zi olimlar bu vaqtga kelgan hadislarga asoslanib 3 kundan az vaqtda bir tamomlashni makruh desa, yana ba'zilar 7 kundan qisqa vaqtda bir tamomlashni makruh deb qaragan. Yana ba'zilar izchil odatga aylantirib olmagan asosda qanchalik tez tamomlasa mayli deb qaragan. Yana ba'zilar har kim ahvoliga qarab vaqt chek qo'ymasdan tamomlasa bo'ladi degan. Salaflarimizdan Qur'onni bir kechada tamomlaganlarmi 3 kunda, haftada, oyda bir tamomlaganlarmi bo'lgan. Hadislarda kelgan bo'lg'achqa ba'zi olimlar Qur'onni bir xatma qilishni o'zirsiz 40 kundan kechiktirishni makruh deb qaragan. Albatta, Qur'onni bu tariqada o'qib turish qorilarga xos emas, balki har kuni biror sahifa, biror paradan Qur'onga qarab o'qib turishi, uning tarjima tafsirlarini ko'rishi va bu orqali Allohning kitobini o'rganishi har bir musulmondan kutiladigan aqalli ishdir. Qur'onni tajvid qoidasi bilan tafakkur qilib o'qish lozim. Takrorlash bilan birga mazmunlarini, aqid ahkamlarini, axloq va tuzumlarini tirishib o'rganish lozim. Ma'nosini tushunmay o'qigan Qur'ongami har bir harfga 10 savob hisobida ajr berilganligi o'z oldiga bir savobli ish bo'lsa, mazmunini o'rganish va uni o'zlashtirish farzdir. O'qib takrorlashdanmi asosli maqsad Qur'onning ko'rsatmalari, amr farmonlari, cheklamalari, uningda o'rnak qilib sunilgan payg'ambarlarning axloqi va ularning hayotdagi pozitsiya, ish izlarini amaliylashtirish, shundaqla Qur'oncha ruh bilan yashashdir. Shunda qilgandila payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning bizni "Ey Parvardigorim, mening qavmim bu Qur'onni tashlandoq qilib qo'ydi" deb Allohga shikoyat qilishidan saqlanib qolalaymiz. Qur'onni tashlandoq qilib qo'yish degan uningga ishonmaslik, amal qilmaslikdir. Mazmuniga amal qilib, ammo o'qib takrorlab turmaslikmi bir xil tashlab qo'yish doirasiga kirib qolish xavfi bor. Qandaqla bo'lmasin, yodlab bo'lgan Qur'onni unutib ketish og'ir gunoh bo'lmagani bilan bu bir xil g'aflat va qusurni ko'rsatadi. Shunga bilganlarimizga amal qilish bilan birga unutib ketish yoki g'aflat qilishdan Allohdan panoh tilash va har kuni degudek Qur'ondan ma'lum miqdorda o'qib turishga ahamiyat berishimiz lozim. Janobi Alloh hammamizni Qur'onni haqqini ado qilib, tegishli ravishda o'qiydiganlardan qilsin. Amin. Vallohu a'lam.